Assalomu alaykum kanalımız abunachilari, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-uka opa-singillar, salomatmisizlar. Mana shu video sizlar uchun juda bir foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ko'pchilik kommentariya yozyapti, aka, dokumentim yo'q, borib ishlasam bo'ladimi, ishga oladimi deb. Mana sizlarga bez dokument ham ish topdik. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Do'stlar, birdan like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshladik. Xullas do'stlar, Podmoskvada, город Pushkinada ish bor. İşiga pulga 100% garantiya. Har hafta расчет qilib boradi. Shtakaturka ishini biladigan, o'zining ishiga javob beradigan bolalar kerak ishchi. Keyin yana bitta ish bor, bruchatka ishi do'stlar. Bruchatka ishi ham xuddi shunday, o'zining ishiga javob beradigan, ishlayman deganlar bo'lsa, dokument, bez dokument farqi yo'q. Zakrytiy zona, hech kim kirishga haqqi yo'q buni dedi. Masalan, tekshirib ham kira olmaydi u yerini dedilar. Ish beruvchi akamiz aytdi. Xullas, shtakaturchik burchatga uradigan aka-ukalarimiz kerak bo'ladi. O'zining ishiga javob beradigan. Puli har hafta расчет dedi. Yotoqxona bor. Qolgan ma'lumotni do'stlar telefon orqali bilib olasizlar. WhatsApp nomerida yozib qoldiramiz. WhatsAppdan yozsangizlar yoki telefon qilsangizlar javob beradi. Pulini do'stlar o'zlaringiz gaplashib olasizlar. Menga pulini aytmadi, telefonda o'zlarimiz gaplashamiz dedi. Endi sizlarga bir gap. İşni avvalo borib ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa ishlaysizlar, ma'qul bo'lmasa ishlamaysizlar do'stlar. Mana sizlarga bir ajoyib ish, ishonchli. Kimga ma'qul bo'lsa, ekran telefon raqami yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqing sirazi va borib ishlasangiz bo'ladi do'stlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'ying do'stlar. Xayr, sog'lom bo'ling.